Cloud Design endi ancha yaxshilandi. Uning yangi ko'rinishi bor va eng katta muammo foydalanish cheklovi ham tuzatildi. Bundan tashqari yana bir qancha yangiliklar qo'shildi. Bu esa butun jarayonni ancha qulay qildi. Agar siz har qanday ilova, veb-sayt yoki taqdimot yaratsangiz, bu yangilanish juda muhim. Shu videoda men sizga eng katta 5 o'zgarishni ko'rsataman va birinchidan boshlayman: token ishlatish. Bu menimcha Cloud Design'dagi eng katta muammolardan biri va hammaga jahli chiqadigan narsa. Bu yerda foydalanish imkoniyati juda cheklangan va u oddiy Cloud obunangizdan alohida cheklovga ega. Agar foydalanish tugasa, bir hafta kutishingiz kerak, to'g'rimi? Mahsulot juda zo'r, lekin undan foydalana olmasangiz nima keragi bor? Yaxshi xabar shuki, bularning hammasini tuzatishdi va aslida ikki narsani o'zgartirishdi. Birinchidan, Cloud Design foydalanishingiz endi oylik Cloud obunangizga bog'liq. Bitta obuna Cloud Code, chat, Cloud Design va tovarni qamrab oladi. Bu juda yaxshi, to'g'rimi? Hammasini soddalashtiradi. Ikkinchidan, ular ichki tizimda ham o'zgarishlar qilishdi. Natijada u ancha samarali bo'ldi va siz narsalar yaratganda ko'proq token ishlatadi, to'g'rimi? Shuning uchun ko'proq foydalanish imkoniyati va mashinaning o'zi ham samaraliroq. Bu menga juda yoqadi. Endi ikkinchi xususiyat. Ular qo'shgan narsa Cloud Design'ni uchinchi tomon vositalariga MCP orqali ulash imkoniyati. Agar yuqori o'ng burchakni bossangiz, yangi narsa Connectors qo'shilganini ko'rasiz. Uni bossangiz, siz Gmail, Fixfield, Superbase kabi uchinchi tomon vositalariga ulana olasiz. Bu juda katta ish. Men sizga haqiqiy veb-sayt yaratib, bu MCP ulagichi qanchalik kuchli ekanini ko'rsataman. Men Nivishkar Tom saytini topdim. Bu chang'i kiyimlari sayti. Men uni faqat namuna sifatida ishlataman va butun saytni Cloud Design bilan qayta quramiz. Bu sayt juda chiroyli fonda o'ynayotgan video va animatsiyalar bilan. Agar pastga aylantirsam, haqiqiy modellar bilan mahsulotlar bor. Bu juda yaxshi ko'rinadi. Lekin Cloudda o'zining rasm yoki video yaratish modeli yo'q. Shuning uchun u bu rasmlar yoki videolarni yarata olmaydi. Ammo endi ulagich bor. Biz Cloud Design'ni Hixfield kabi uchinchi tomon ilovasiga ulab, video va rasmlarni yaratishimiz mumkin. Agar MCP atamasi yangi bo'lsa, MCP bu Cloud Design'ga uchinchi tomon ilovasi, masalan, Hixfield bilan fon orqali gaplashish imkonini beradigan ulagich. Shunday qilib, biz Hixfieldga borib, qo'lda so'rov yozmasdan rasm va video yaratamiz. Aktivlar yaratilgach, Cloud barcha rasm va videolarni avtomatik qaytarib, hammasini chiroyli qilib veb-saytga joylaydi. Aslida, bu MCP ulagichi bilan Cloud barcha og'ir ishlarni qiladi. Siz esa bir nechta ilovalarni boshqarishingiz shart emas. Rasm yoki videolarni qo'lda yuklab yoki yuklamasdan, bu sizga ko'p vaqt tejaydi. Qisqa eslatma, MCP ulagichlari allaqachon Cloud Code yoki tovarda mavjud edi. Endi esa Cloud Design'ga qo'shildi. Keling, saytni qayta yaratamiz. Men so'rovni tayyorlab qo'ydim. Men Nivishkar Tom kabi chang'i kiyimlari uchun Etomerte sayt qurmoqchiman va sizdan Hixfieldga ulanishni so'rayman. U yerda asosiy animatsiyalar va haqiqiy modellar bilan mahsulot rasmlarini yaratish uchun. Men asosiy qismda xuddi shu videoni va haqiqiy odamlar bilan mahsulot rasmlarini xohlayman. Shuningdek, 6 xil mahsulot, kurtkalar, qo'lqoplar va eng yaxshi dizaynni o'ylab toping. Ko'rib turganingizdek, so'rov juda batafsil emas. Men faqat shu saytni Nivishkar Tom va Hixfieldga ulanishni berdim. Men Opus 4.8 ni tanlab, veb-saytni yarataman va o'rtacha kuch sarflayman. Natijani ko'ramiz. Men hech qanday dizayn tizimini tanlamayman, chunki men allaqachon namuna saytni berdim. U shu saytning mavzusi va ranglariga amal qilib, ehtimol ko'proq variant beradi. Men generator tugmasini bosaman va u ishga tushadi. Bir necha daqiqada bu sahifa tayyor bo'ldi. Bu yerda yuklash ekrani bor, keyin esa mana. Men buni to'liq ekran qilaman shunda. Yaxshiroq ko'rasiz. Men Present tugmasini bosaman va yangi varaqni ochaman. Yuklash ekrani. Bu juda zo'r ko'rinadi. Men Hixfield yordamida bir qancha videolar yaratdim. U 3 yoki 4 ta video ishlab chiqdi va men ularni birlashtirdim. Mana bu yerda juda chiroyli ko'rinadi. Agar pastga aylantirsam, keyingi bo'limni ko'rasiz. Ajoyib aylanish animatsiyasi, yana bir bo'lim va mahsulotlar. Bu juda ajoyib, chunki Hixfield bo'lmaganida bu mahsulot modellarining rasmlarini yarata olmasdim, ayniqsa haqiqiy odam bilan. Sichqonchani rasm ustiga olib borsam, bu aslida model aylanadigan video. Bu men qo'shgan yoqimli qo'shimcha. Keling, yana bir oz pastga aylantiraylik. Hammasi bo'lib 6 ta mahsulot bor, aynan men so'raganimdek. Tafsilotlarga yaqinlashtirsangiz, men o'zimning Polar brendimni qo'shganman. Bu men yaratgan xayoliy brend. U logotiplarni o'z-o'zidan qo'shib qo'ygan, men so'ramagan bo'lsam ham. Bu juda zo'r. Agar shulardan birini bossam, masalan mahsulot rasmini sotib olmoqchi bo'lsam, mahsulot sahifasini ko'ramiz, nima ishlaydi va nima ishlamaydi. Rostini aytsam, bu dizayn allaqachon yaxshi ko'rinadi. Hech qanday xato ko'rmayapman. Ikkinchi va uchinchi rasmlar bor. Bu
noto'g'ri mahsulot bo'lishi mumkin. Lekin yana birgina paragraf buyruq bilan menga bergan narsa hayratlanarli. Keling, bosh sahifaga qaytaylik va u yana nima yaratganini ko'raylik. Yana bo'limlar bor. Mahsulot materiallari haqida va pastki qism juda yaxshi ko'rinadi. Asl veb-sayt bilan solishtirsangiz, juda o'xshash. Bir xil kayfiyatni beradi. Menga yoqadigan tomoni u aynan dizaynni nusxalamagan, balki yashil rangdan boshqa rang tanlagan. Bu yaxshi. Lekin asosan bir xil kayfiyatni olasiz. Agar orqada nima bo'layotganiga qiziqsangiz, bu rasmlarni qanday yaratayotganini Hixfield hisobimga kirsam, u yaratgan mahsulot rasmlarini ko'raman. U bularning hammasini men Hixfieldga qanday buyruq berishni o'ylamasdan yaratdi. Claude Design barcha buyruqlarni o'ylab topdi va ularni orqa tomondan Hixfieldga ulagich orqali yubordi. Videolarga kirsam, bu Hixfieldda yaratilgan videolar. Ular yaratilgandan so'ng barcha aktivlarni avtomatik ravishda Claude Designga qaytarib olib, hammasini chiroyli qilib veb-saytga joylashtirdi. Men Hixfieldga hech qachon tegmasdim. Faqat yetarli kreditim borligiga ishonch hosil qilishim kerak edi va Claude Design hamma narsani o'z-o'zidan hal qildi. Keyingi katta xususiyat Canvas editing, ya'ni veb-saytni to'g'ridan-to'g'ri tuvalda tahrirlash. Men yaqinda yaratgan ochilish sahifam bor. Bu yerda edit tugmasini bossam, o'zgartirmoqchi bo'lgan narsamni bosaman. Masalan, bu jumlaning o'lchamini sozamoqchi bo'lsam, tortib olib, istalgan o'lchamga o'zgartira olaman. Hech qanday kodga tegmasdan. Matnni ham o'zgartirmoqchi bo'lsam, bu so'zni o'zimnikiga almashtiraman. Buni Claude bilan gaplashmasdan va butun veb-saytni qayta yaratishni so'ramasdan qilaman. Bu ko'p tokenlarni tejaydi. Buni Claude Designning birinchi versiyasida ham qila olasiz, lekin unda chap yon panel yo'q edi. Bu yerda sahifada tahrir qilish uchun ko'proq nazorat bor. Bu Figmaga o'xshaydi, agar Figmani bilsangiz. Dizaynni boshqarish uchun ko'proq imkoniyat bor. Bu yerda shrift o'lchamini o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, 80 qilaylik yoki rangni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, rang tanlagich bor. Ikkinchi Pro yorlig'iga kirsangiz, qatlamlarni ham ko'rasiz. O'zim qila oladigan o'zgarishlar uchun, masalan, bu tugmani qoradan ko'kka o'zgartirmoqchi bo'lsam, avval Claude bilan gaplashib, tugmani ko'kka qayta yaratishni so'rashim kerak edi. Bu tokenlarni yoqadi. Agar fikrimni o'zgartirsam, yana ko'proq token yoqiladi. Lekin bu xususiyat yordamida men o'zim kichik o'zgarishlarni qila olaman. Men turli ranglarni sinab ko'rishim, Claude'ni jalb qilmasdan narsalarni tekshirishim mumkin. Bu esa umuman olganda ko'p tokenlarni tejaydi. Endi tahrir qilishning yana bir usuli bor. Bu markuplar. Agar markuplarni bossam, shu elementni tanlashim mumkin. Aytaylik, buni ibhone markupida ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun bu rasmni haqiqiy ibhone markupiga joylashtiraman. Endi butun veb-saytni qayta yaratadigan Claude'ga yuborish o'rniga shu yerga izoh qo'shib, so'rovni navbatga qo'shaman. Shunday qilib, men tahrirlarni davom ettirib, o'zgartirishlar ro'yxatiga yangi narsalarni qo'shishim mumkin. Balki bu yerdagi ikonani o'zgartirmoqchiman. Buni bosib, ikonani boshqa narsaga almashtirishim mumkin. Keyin izoh qo'shaman va bu ro'yxatga qo'shiladi. Tayyor bo'lganimda, ularni shunday belgilab, hammasini Claude'ga yuboraman. Shu tarzda Claude barcha so'rovlarni bir yo'la qayta ishlaydi. Bu bilan siz ham ko'p tokenlarni tejaysiz. Endi Claude dizayn tizimini yaratish usulini ham yaxshilaydi. Agar dizayn tizimi nima ekanligiga qiziqsangiz, bu yerdagi ikkinchi yorliqdagi bosh sahifaga o'tsangiz, dizayn tizimini ko'rasiz. Men o'zim uchun Notion Design System deb nomlanganini yaratganman. Agar buni bossam, bu men allaqachon yaratgan narsa. Bu asosan ranglar, tipografiya, tugmalar va foydalanmoqchi bo'lgan rang palitrasidan iborat. Shuning uchun har safar ochilish sahifasi yoki veb-sayt yaratmoqchi bo'lsangiz, u shu tizimga amal qiladi va bir xil dizayn tizimidan foydalanadi. Shunday qilib, rang qanday bo'lishi kerakligi haqida qayta-qayta afzalliklar yoki ko'rsatmalar berishingiz shart emas. Menimcha, agar sizda bitta mavzu yoki dizayn uslubi bo'lsa, shunday dizayn tizimini yaratib, uni qayta-qayta ishlatishingiz mumkin. Hozir Claude bu yerga yangi xususiyat qo'shdi. Agar siz Claude kodda yaratgan veb-saytingiz bo'lsa, hamma narsani Claude Designga o'tkazishni juda oson qilishdi. Buning uchun Create Design System tugmasini bosishingiz mumkin. Va bu yerda ikkinchi variant paydo bo'ladi. Create using Claude Code. Shuni bossangiz, Claude Code'ga o'tasiz. Loyiha papkangizda Design Sync deb buyruq berishingiz kifoya. U barcha dizayn elementlaringizni yig'ib, to'g'ridan-to'g'ri Claude Designda dizayn tizimiga aylantiradi. Va u mana shu tizimlardan biri sifatida ko'rinadi. Dizayn tizimidan foydalanishga tayyor bo'lganingizda, uning nashr qilinganiga ishonch hosil qiling. Buning uchun ustiga bosing. Va bu tugma belgilanganiga ishonch hosil qiling. Aks holda undan foydalana olmaysiz. Xo'sh, veb-sayt yaratish uchun dizayn tizimidan qanday foydalanasiz? Buni oddiygina aytish mumkin.
Men Chatty deb nomlangan dastur uchun kirish sahifasini yaratmoqchiman. Aslida bu ilova WhatsAppga o'xshaydi. Bu ibxona uchun xabar almashish ilovasi. Va men ikki tarifni ko'rmoqchiman: bepul va $20 uchun Pro. Gor tugmasini bosishdan oldin bu yerdagi dizayn tizimini tanlang. Bu holatda men Notion design sistemni tanlamoqchiman. Va bu ochilish sahifasi bo'lgani uchun men bu yerda oddiy veb-sayt bo'lishini xohlayman. Shuning uchun prototipini tanlayman. Buni tanlashingiz shart emas, chunki u ochilish sahifasi ekanligini allaqachon biladi. Lekin bular, agar buni slayd, hujjat yoki animatsiyaga aylantirmoqchi bo'lsangiz, yaratishingiz mumkin bo'lgan narsalardan ba'zilari. Va mana bu u Notion uslubidagi dizayn mavzusi bilan yarata olgan ochilish sahifasi. Shuning uchun u aynan Notion veb-saytiga o'xshaydi. Men xuddi shu dizayn tizimi bilan slaydlar to'plamini ham yarata oldim. Va u mana bunday ko'rinadi. Ya'ni aynan bir xil ranglar, bir xil shrift ishlatilgan. Va hamma narsa bir-biriga mos keladi. Men xuddi shu dizayn tizimi bilan ilova va demo video ham yarata oldim. Agar shu yerni bossam, u ham aynan bir xil ranglar va bir xil tipografiyadan foydalanayotganini ko'rasiz. Va menimcha demo juda yaxshi chiqqan. Men unga juda ko'p tafsilot bermadim, faqat avval ko'rsatgan bitta buyruqni berdim. Va u bularning hammasini qila oldi. Tabiiyki, dizayn tizimisiz har safar biror narsa yaratganingizda barcha ranglar va shriftlarni alohida ta'riflashingiz kerak bo'ladi. Endi bu yerdagi dizayndan mamnun bo'lib, backendni qurishga tayyor bo'lsangiz, ehtimol ma'lumotlar bazasini ulamoqchi, Stripe'ni ulamoqchi yoki buni Cloud Code'ga o'tkazmoqchi bo'lasiz, to'g'rimi? Buning uchun Share tugmasini bosish kifoya. Va Send to ni bosing. Agar backendni qurishda Cloud Code'dan foydalanayotgan bo'lsangiz, shu yerni bosing va u hamma narsani Cloud Code'ga ko'chiradi. Lekin men odatda export tugmasini bosib, hamma narsani shunday zip faylga chiqaraman. Saytni yaratish uchun Cloud Code, Todef yoki hatto kursordan foydalana olaman. Endi sizga bitta zo'r hiylani ko'rsatmoqchiman. Agar Send to tugmasini bosib, add a destinationni tanlasam, boshqa vositalarga ulanish mumkin. Agar siz Beast 44, Lovable yoki Replit bilan sayt yoki ilova yaratayotgan bo'lsangiz, buni Cloud Designga ulab, loyihangizni o'sha vositalarga muammosiz o'tkazishingiz mumkin. Menimcha bu juda ajoyib. Yoki sayt emas, oddiy banner tayyorlayotgan bo'lsangiz va uni Canvaga olib bormoqchi bo'lsangiz, bu tugmani bosib ham qila olasiz. Xo'sh, endi Cloud Design bilan sayt yoki ilova yaratishingiz mumkin. Lekin backendni qanday qurish kerak? Masalan, ma'lumotlar bazasi qo'shish, to'lovlar uchun Stripe'ni ulash va saytni joylashtirish. Buni qanday